Nima qildirdim? Injektorlarni tozaladim, lekin rasxodi tushmayapti deydi. Mana narsani ko'ryapsizlar, qorayib, kislorodni datchik bu o'zini ishini qila olmay qoladi. Bundan rasxod ko'payib ketib qoladi. Buni o'zingizlar ham tozalasanglar bo'ladi. Oddiy narsa, shtekeri mana shundan shunday ko'tariladi, chiqadi. Buni karp orqali yoki benzinda ham oddiy tozalasa bo'ladi. Hozir yaxshilab ko'ryapsizlar bo'ladi. Tozalagandan keyingi holatini ham ko'rsatamiz. Hop, ko'rganingizdek mana toza bo'ldi. Biz endi karpni tozaladi. Agar uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, benzinni prosta sepib tozalasanglar ham bo'ladi. Mana oldingi holati bilan hozirgi holatini ko'rsa bo'ladi. Endi bu datchigimiz o'zini ishini qiladi, rasxodlar ham tushadi. Hozir jentramizni datchigini yig'ib bo'ldi. Endi hozir tekshiramiz. Juda sira zarat bordi, ishga tushdi. Bundan keyin rasxodlari ham pastga tushadi. Sizda nima mashina kommentariy yozib belgilab ketinglar. O'sha haqida video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin.